Assalomu alaykum qadrli baliq ov muxlislari. Ana bugun 2026-yil 27-iyul sanasida Muhriddinjon baliq ovga chiqqan ekan. Ana bitta baliq tushdi deydi. Mana hozir ko'ramiz qanaqa baliq ushlayapti Muhriddinjon. O, mana bitta laqqa ushlayapti ekan. Sekin-sekin olib kelur. Bu yoqqa. Ana Muhriddinjon ushladi ana bitta laqqachani. Ana malades. 1,5 kilolik bor. 1,5 kilolar bor ekan. Ana 1,5 kilolar bor. Ana Muhriddinjon qanday taassurotlar o'g'lim? Bu yillik hisobiga birinchi ushlagan laqqang. Ana. Yaxshi taassurotlar. Ha, xudo xolasa undan kattalarni ushlaysan. Salomat bo'linglar do'stlar. Ha, shu tilla kurchoqchaga ushlab yurgan yigitcha mana shu mana laqqa ushlashga o'tib ketibdi kechqurun. Faqat laqqa ushlayapti ana. Like bosinglar deydi. Omon bo'linglar do'stlar. Yangi baliq ovida ko'rishguncha salomat bo'linglar. Charchamanglar.